Bugun mashinani tuzattirib olsa, bu yerda patali joylarim bor. Tez bo'lish kerak, ulgurish. Ole, mashinangni. Nima qilyapsan? Ustaxonaga ketayotgandim. Tortib tashlab ber, boy. Sendan boshqa ishim yo'qmi? Ol chekkaga mashinani kech qolyapman. O'rgildan. Nima qilyapsan? Mashinani ko'rmayapsan, balon o'zi qora turibdi. Tushunsan, nima u bolachaga qo'pol muomala qilyapsan? Bunaqalar ko'payib ketdi, amaki. Firibgarlar. Bu bechora bolani otasi o'tib ketgan onasini mana qilib tirikchilik qilib boqadi. Undan ko'ra 3-4 so'm pul qilib xabarab qo'yiblar uni. Amaki, bunaqalarda o'zi harakat qilmasa, boqimanda bo'lib qoladi katta bo'lsa. Kayfiyatim yo'q. Ishlar yaxshi yuryaptimi o'zi? G'ayrat azizga ayt. Qolgan ishlarda aziz eplab turadi. Sen haydovchiligingga qayt. Men o'zim mashina minolmayapman, asabim chidamayapti. To'g'ri aytasiz. Shaharda ham o'z mashina minishni bilmaydigan yoshlar ko'payib ketdi. To'g'ri. Xullas, men ishimga qaytdim. Aziz ham so'rayotdi seni. Aziz, nima gaping bor edi? Berayotgan oyligingiz bozordan ortmayapti. Uydagilarni mazasi yo'q, doriga ham pul yetkazolmayapti. Nima demoqchisan? Oyligimni ozgina oshirib bermasangiz bo'lmaydi. Yetkiza olmayapman. Yoqmayotgan bo'lsa, san o'rningga odam tiqilib yotibdi. Shukr qilib ishingni qil. Gapni ko'paytirma. Bor. G'ayrat, mashinani yurg'iz, doktorga kirib chiqaylik. Yetib keldi. Shaharimizda eng yaxshi doktor shu klinikada ishlaydi. Analiz javoblariga qaraganda sizning miyangizda o'simta bor. Doktor, davolashda iloji yo'qmi? Bu kasal bilan bemorlar uzoq yashamaydi. O'simta oxirgi bosqichlarga yetgan, uzoq bilan bir necha hafta umringiz qolgan. Assalomu alaykum. Qo'shni, yaxshimisiz? Kecha kuni ozgina dilingizni og'ritib qo'ydim. Shoshilib turdim. Meni kechiring. Qo'shnim insof beribdimi? Xudoga shukr. Ikkita non yarashib pul topdim. To'xta. Balki bolam, balki qo'rqma. O'g'lim, meni kechirgin-a. Kecha kuni dilingni og'ritdim. Mana pulni olgin. Uyingga narsa olib borasan, xo'pmi? Rahmat. Sen ham tang gitmasan, shipir. Bir-biringdan nervingni isallar, xo'p bo'ladi, xo'p. Aziz, meni kechir. Kecha qattiq gapirib yubordim. Oyligingni 2 barobar qilib oshirib beraman, seni tushundim. Nolalarim yetib borib shekilli. Allo. Doktor. Aka, kechirasiz, biroz anglashilmovchilik bo'libdi. Bizda yangi hamshiramiz adashtirib boshqa analizni bergan ekan. Siz soppa-sog'siz. Uzoq umr ko'rasiz hali, xudo xolasa. Bilasizmi, men 2-3 kun ichida qanaqa ahvolga tushdim? Hozir boraman, kuningizni ko'rsataman sizga. Kechiringmi, nima gap? Kecha sog'lig'im yomonlashib analiz topshirgan bor edim. Mesestralar analiz javoblarini alishtirib qo'ygan ekan. Miya zarak bor dedi. Hozir doktor bilan gaplashgani ketyapman. Hammasi yaxshilikka bo'lgan. Amaki, qanaqasiga yaxshilikka bo'ladi? 2-3 kundan beri qiynalib ketdim, o'larkanman deb. Qara. O'liming haqidagi yolg'on xabar qancha o'zgartirib yubordi seni. Oxirgi paytlari sen o'zingni hech qachon o'lmaydigan odamdaqa tutib olayotganding. Aslida har birimiz umrimiz har lahzada tugab qolishi mumkin. Sen bugundan boshlab ertaga o'ladigandek yasha. Sen to'plagan mol-mulklaring, obro'laring bor-ku, shu yerda yuzida qolib ketadi. Sen o'zingga qabrda kerak bo'ladigan amallar to'playing deb bag'iga.